Ikkinchi qadam maqsadni belgilash. Barcha omadli insonlar o'z faoliyatini aniq maqsad qo'yishdan boshlaydi. Chunki inson nimaga erishmoqchi ekanini bilmasa, hech qachon katta natijaga erisha olmaydi. Kema dengizda kompassiz yo'nalishini topa olmaganidek, inson ham maqsadsiz hayotda aniq yo'lni topa olmaydi. Aniq maqsad insonga yo'nalish beradi. Maqsad bo'lmasa, birinchi qiyinchilikning o'ziyoq sizni to'xtatib qo'yadi. Enverlife biznesda ham muvaffaqiyatga erishish uchun eng birinchi qadam aniq maqsadni belgilashdir. Bu biznesni boshlashdan oldin o'zingizga savol bering. Hayotdan nima xohlaysiz? Hayotda qanday tarzda yashashni istaysiz? Qanday daromadga ega bo'lmoqchisiz? Qaysi davlatlarga sayohat qilishni orzu qilasiz? Oilangiz va yaqinlaringiz uchun qanday imkoniyatlar yaratmoqchisiz? Bu savollarga javob topganingizdan keyin barcha maqsadlaringizni maxsus daftarga yozib chiqing. Chiroyli daftarga. Ushbu daftar doimo yoningizda bo'lsin. Unda siz o'z orzularingizni, rejalaringizni va biznesni nega boshlayotganingizni yozishingiz zarur. Har bir insonni harakatga keltiradigan kuchli sabablari bor. Ya'ni compelling reasons bo'ladi. Masalan, moliyaviy qiyinchiliklardan charchadim. Men erkin hayot tarzini istayman. Men dunyo bo'ylab sayohat qilishni orzu qilaman. Men oilamga munosib hayot yaratishni istayman. Men o'z vaqtiga o'zi ega bo'lgan inson bo'lishni xohlayman. Enverlife orqali siz sayohat va daromadni bir vaqtda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun har bir hamkor o'z maqsadini aniq belgilashi lozim. Ko'zingizni yuming va tasavvur qiling. 11 oydan keyin siz Enverlife orqali oyiga $40,000 daromad oldingiz. O'zingizga savol bering. Bu pul bilan nima qilgan bo'lar edingiz? Qaysi davlatlarga sayohatga chiqqan bo'lardingiz? Qanday uy yoki avtomobil olardingiz? Oila a'zolaringizning hayot tarzi qanday o'zgargan bo'lardi? Farzandlaringizni qayerda o'qitgan bo'lardingiz? Aqlingizga kelgan barcha orzularingizni yozing. So'ngra ularni aniq qiling. Narxi qancha? Qachon erishmoqchisiz? Va boshqalar. Har bir maqsad uchun aniq sana belgilang. Bu biznesda yana bir muhim jihat bor. Bu jamoa, ya'ni komanda. Siz ish boshlaganingizdan keyin jamoaga yangi hamkorlar keladi. Ular bilan birga o'tirib, ularni ham maqsadlarini yozishga yordam bering. Ularni ruhlantiring, ilhom bering va ishonch baxsh eting. Bir-biringizni hurmat qilib, o'xshash maqsadlar atrofida birlashsangiz, juda ham kuchli va ahil jamoa qurasiz. Shunday jamoa orqali tashkilotingiz o'sadi, daromadingiz ko'payadi va ko'plab insonlarning hayoti o'zgarishni boshlaydi. Sizning jamoangizda har bir insonning katta orzusi bor. Siz bergan ishonch, bilim, yo'l yo'riq orqali ular o'z maqsadlariga erishadi. Siz va sizning jamoangiz kelajakdagi muvaffaqiyatli liderlarsiz. Shuni doim esda tuting. Katta natijalar har doim katta maqsadlardan boshlanadi.